Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan o'zim yaratgan Eko Sirdaryo botini taqdimotini qilib beraman. Ushbu bot qanday ishlashini sizlarga oson usulda o'rgatib beraman. Birinchi, ushbu Telegram botga kirish uchun biz Telegram Messengeriga kirib olishimiz kerak. Kirganimizdan so'ng Eko Sirdaryo botiga kiramiz. Va kirganimizda bizda pastda Start bot degan tugma bor. Nima uchun men telefonda olayotganimni aytib o'taman, chunki O'zbekiston aholisining 70% da notebook yoki kompyuterga o'xshash buyumlar yo'qligi sababli barcha insonlar smartfondan foydalanganligi uchun telefonda qulayroq bo'lishi uchun telefonda o'rgatib ketmoqdaman va pastdagi Start botni bosamiz. Bosganimizda bizda bot ishga tushadi. Salom Akbarshoh, Eko Sirdaryo botiga xush kelibsiz deb birinchi yozuv chiqdi. Ya'ni kim kirgan bo'lsa ushbu botga o'sha insonning ismi bilan murojaat qilinadi va bu bot ichida siz Sirdaryo viloyatining ekologik holatini yaxshilashingiz mumkin va o'zingiz coin, ya'ni tangalar yig'ishingiz mumkin. Tizim qoidalari, ya'ni shisha xilitga 5 coin, qog'oz kartonga 7 coin, plastik idishlarga 15 coin, konserva metallarga 10 coindan ballar qo'shib boriladi. Yig'ilgan tangalarni kepka, futbolka, yangi notebook kabi ajoyib sovg'alarga almashtiring. Ya'ni bu sovg'alar do'konini sizga reklama qilib ketmoqda. Boshlash uchun pastdagi menyulardan foydalaning deyilgan. Pastda bizda qarasak menyu turibdi. Ushbu menyu sizda chiqmayotgan bo'lsa, sizda ushbu holatda turgan bo'ladi telefoningiz va xabar so'zini o'ng tomoniga qarasangiz birinchi tugma, ya'ni to'rtburchak shaklni ichida 4 ta to'rtburchak turibdi. Biz o'shani bosganimizda bizda menyu kelib chiqadi. Menyuda axlatni rasmga olish eng birinchi tugma bor. Biz o'shani bosamiz. Va axlat rasmini yuboring deyapti. Axlat rasmini yuboramiz. Bitta randomli axlat rasmini yuboramiz. Hozir mana oddiy rasmni jo'natib yuboramiz. Tizim bilan sal muammo bo'lyapti, ya'ni Wi-Fi monosida va bu bo'lgunicha bekor qilib o'zimizni bosh menyuga qaytamiz va mening profilim. Barcha bot foydalanuvchilarining o'zining profili bo'ladi. Mana. Mening profilim tugmasi bosilganda o'zingizning Eko profilingiz kelib chiqadi. Ismingiz, foydalanuvchining useri, ya'ni nomi, unvoningiz, reytingdagi o'rningiz, sizdagi coinlar, ya'ni tangachalar soni, jami tasdiqlangan rasmlar, ya'ni nechta rasm yuborganingiz, chiqindi turi bo'yicha ulushingiz, ya'ni qanday chiqindi tashlaganingiz va nechta tashlaganligingiz chiqadi. Va pastda sizga davom etishingiz uchun motivatsiya berilgan. Doimiy faol bo'ling va eng yuqori sovg'alarga ega bo'ling deyapti. Mana unvon degan joyda Eko boshlovchi faqat birinchi o'rindagi foydalanuvchiga beriladi. Mening profilimdan keyin top rating tugmasi kelib chiqmoqda. Ushbu tugmani bosganimizda biz Eko Sirdaryoda top 10 rating kelib chiqadi. Hozirda bu botda atiga 4 ta foydalanuvchi borligi uchun 4 talik kelib chiqdi, top 4lik. Ya'ni bu men Akbarshoh, o'zimni nomim bor, userim, undan keyin Ziyobek degan foydalanuvchi va Ravshan degan foydalanuvchi, Ibrohim degan foydalanuvchilar bor. Hozirda Akbarshoh profilida 80 coin, Ziyobek foydalanuvchisi 6 coin. Ya'ni kim top reytingni bossa, o'sha top 10 talik insonni, top 10 talikka kirgan insonlarda o'zini coinlari kelib chiqadi. Va undan keyingi tugma taklif qilish deyilgan, ya'ni bunda istagan odamingizni botga taklif qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Taklif qilish tugmasi bosiladi va do'stingizni taklif qilganingiz uchun sizga 50 coin qo'shiladi. Sizning taklif havolangiz, ya'ni siz buni jo'natish uchun maytda HTTPS kodi bilan boshlangan
silkani, ya'ni linkni olamiz. Ustiga bitta bossangiz, o'zi bu nusxalanadi va saqlangan xabarlarga tashab ko'ramiz. Mana saqlangan xabarlarga kirib, buni linkni tashlaymiz va linkni bosib kirgan har bir foydalanuvchi uchun 50 coindan qo'shiladi. Keyingisi bizda sovg'alar do'koni degan tugma bor. Sovg'alar do'koniga kirganimizda bizda Eko Sirdaryo sovg'alar do'koni kelib chiqadi. Sizni hisobingiz, o'zingizning hisobingizdagi coinlar, kerakli sovg'alarni tanlang va buyurtma bering. Va bizdagi sovg'alar. Meni hozir coinim birorta sovg'aga yetmaydi. Mayli, misol uchun futbolkani bosib ko'ramiz. Mana Eko Sirdaryo, sizda yetarli coin yo'q, kamida 700 coin kerak. Ha, bu meni demak coinlarimni ham olyapti va 700 coinga solishtirganda kichkina bo'lib chiqyapti va sizda yetarli emas degan javob chiqyapti. Va bizda kunlik eko viktorina savollari bo'lib o'tadi. Ya'ni bu savollarni bosganimizda bizda mana savollar kelib chiqadi. Birinchi savol, ya'ni plastik butilka tabiatda qancha vaqt ishlaydi? Mana taxminan o'qib ketamiz. Mana hozir xato bo'lsa xato deb chiqaradi. Mana va bizda 5 ta savoldan 3 tasiga to'g'ri javob berdik va bu juda ham tez bo'lganligi uchun 3 tasiga to'g'ri bo'ldi. Qo'lga kiritgan tangalar, ya'ni altcoin. Bu degani savollarga javob berib, siz ham coinlarga ega bo'ldingiz. Ertaga yana yangi viktorinaga qatnashing deb aytayapti. Ya'ni ertangi kun ham ushbu test savollari bo'ladi. Bu botimiz juda ham a'lo darajada ishlamoqda. Hozir biz qaytadan bitta rasm tashlab ko'rishimiz kerak o'zimiz uchun. Hozir mana ochilyapti. Mana plastik chiqindilar. Mana buni jo'natamiz. Ha, mana uzr, buni bosish esimdan chiqibdi. Endi tashlaymiz. Mana hozir kelmoqda. Qani edi u? Mana ekan. Jo'natamiz va rasm AI tomonidan tahlil qilinmoqda dedi. Mana tahlil paytida xatolik yuz berdi. Iltimos keyinroq urinib ko'ring. Ya'ni men bu rasmni 3-marta tashlayapman va sayt aytayaptiki, ya'ni botim aytayaptiki, bu xato buni tashlamang deb bizga yozuv chiqaryapti. Bot ishlashi juda ham a'lo darajada. Mana botga tashlangan rasmlar guruh yoki Telegramga qo'shsa ham bo'ladi. Guruh yoki mana shu botni qanday boshqa ularga uzatishni bilmayotganlar uchun ulashish tugmasini bosganimizda bizda mana har xil ilovalarga ham ulashsak bo'ladi. Va mana bizning botimizda o'zini shtrix kodlari, QR kodlari bor va QR kodni ham kimlargadir jo'natsak bo'ladi. Ushbu botimiz ideal holatda ishlamoqda. Eko Sirdaryo botiga qo'shiling.